أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa boshliqlarga, rahbarlarga itoat qilish haqida. Alloh taolo bu haqda Qur'oni Karimda mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Nisa surasi 59-oyat. Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar va o'zinglardan bo'lgan mu'min musulmon rahbarlarga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolo mu'min musulmonlarga xitob qilib aytadi ekanki, ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar. Allohga haqiqatan ham iymon keltirgan inson itoat qiladi. Meni Alloh taolo yo'qdan bor qildi. Shuning bilan birgalikda borligidan xabardor qildi. Buning uchun men meni yaratgan zotga taat ibodat qilaman. Meni Alloh bekardan bekarga yaratmadi degan nima bilan haqiqiy iymonliq inson Alloh taologa itoat qiladi. Shuning bilan birgalikda Alloh taolaning borligidan xabar bergan payg'ambar alayhisalomga ham itoat qiladi. Haqiqatan men Alloh taolaning amr farmonlarini mana bu Alloh taolo avatgan payg'ambar orqali xabardor bo'ldim. Mana bu payg'ambar menga Alloh taolaning xabarlarini yetkizdi. Shuning uchun men payg'ambarga itoat qilishim lozim. U nimaga buyursa ijro qilaman, nimadan qaytursa men payg'ambarning qayturgan ishlaridan qaytaman degan e'tiqod bilan yashaydi. Xo'sh, har bir insonning muddati bor. Alloh taolo bo'lsa abadiydir, baqiydir. Alloh taolo abadiydir, baqiydir. Ammo uning payg'ambari bo'lsa, sizu biz insonlarga o'xshab ma'lum muddat umr berilganligi uchun mana bu hayoti dunyoda payg'ambarlik vazifasini ado qilgandan keyin bu dunyodan o'tib ketmasdan boshqa chorasi yo'q aziz qarindoshlar. Shuning uchun o zaman nima qilishimiz kerak? Va ulul amri minkum dedi. Sizlarning o'zinglardan bo'lgan mana bu rahbarlarga itoat qilinglar dedi. Shuning uchun biz payg'ambar hayoti dunyodan ketgandan keyin payg'ambarlarning o'rinbosari bo'lgan, izbosari bo'lgan mana bu mu'min musulmon rahbarlarga itoat qilmag'imiz bu bizning burchimizdir. Biz uchun vojibdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mu'min musulmon insonlar mu'min musulmonlikni da'vo qiladi ekan, albatta u inson Alloh taolaning va payg'ambarining buyruqlariga asosan mana bu dunyoda yashamog'i, mana bu dunyodagi hayotini Alloh va uning rasulining buyrug'iga asosan yashashga harakat qilmog'i lozim. Aks holda u inson iymon keltirgan haqiqiy chin sodiq mu'min musulmonlardan bo'lolmaydi.
Allah'a ve onun peygamberiga şartsiz itaat qilish musulmonning vazifasidir. Allah'a ve onun peygamberiga itaat qilmagan insonni musulmon deyolmaymiz aziz qarindoshlar. Bu narsa nihoyatimi aniqdir, ochiqdir. Masalan, bir rahbar, bir joyning boshlig'i o'zining xizmatchisiga masalan o'g'irlik qilgan yoki bo'lmasa boshqa ish qilgan deb islomda cheklangan bir narsaga buyuradigan bo'lsa, u holatda u inson ana shu boshlig'iga, ana shu shahar boshlig'iga yoki valiga yoki o'zining rahbariga itoat etmasligi lozimdir. Nima uchun? Chunki bu narsani qilmaslikqa Alloh taolo buyurgan edi. O'g'irlik qilmaslikqa, para almaslikqa Alloh taolo buyurdi. Bu ishlarni qilmanglar, bu cheklangan ishlar deb. Masalan, bir rahbar ana shu o'zining qo'l ostidagi insonlarni mana shunday Alloh to'sqan ishlarni qilishga buyuradigan bo'lsa, undaq rahbarga islomda itoat qilish yo'q aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz rahbarlarimiz madamiki bizni Allah ve onun Rasuli buyurgan ishlarga buyuradigan bo'lsa, sam'an va ta'atan deb onun buyruğunu qo'limizdan kelishicha bajoni dillik bilan ado etmagimiz lozimdir. Agar uning buyruqlari Allah ve Rasulining buyrug'iga xilof keladigan bo'lsa, undaq rahbarga, undaq boshliqqa biz bo'ysunmaymiz aziz qarindoshlar. Endi İbn Ömer radıyallahu anhuma anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه dedi. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq dedi aziz qarindoshlar. Alal mar'il muslim as-sam'a wa ta'a. Bir Müslüman insan nima qilish kerak? Allah ve onun sözünü anlaşı gerek ve onunla itaat qilish kerak. Fima ahabba ve kariha. Allah ve onun Resulünün sözü onunla yaxsın yoki yakmasın. Onun bazı bir işleriga to'g'ri kelsin yoki bazı bir foyda manfaatlariga to'g'ri kelmagan taqdirda ham ana shu narsaga itoat qilish kerak. Bir boshliq bir insonni Allah ve onun Resulünün so'ziga xilof keladigan ishga buyuradigan bo'lsa, uningga itoat qilinmaydi. İlla an yu'mara bi ma'siyatin. Agar u boshliq gunoh bo'ladigan ishlarga buyuradigan bo'lsa, uningga itoat qilish yo'q. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata dedi. Agar gunoh bo'ladigan ishlarga buyuradigan bo'lsa, undaq boshliqqa itoat qilish yo'q aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizningki itoat qilishimiz, bosh egishimiz, bo'ysunishimiz Allah ve onun Rasulining sözleriga muvofiq bo'ladigan hollarda biz boshliqimizni beshimizda ko'taramiz. Bizningki ba'zi bir manfaatlarimizga xilof kelgan taqdirda ham biz u boshliqningki amr farmonlarini ijro qilishimiz, bo'ysunishimiz lozim. Agar u boshliq navoda islomga zid bo'ladigan narsalarga buyuradigan bo'lsa, u boshliqningki nimasiga itoat qilmaymiz aziz qarindoshlar. Bu haqda sizlarga bir Payg'ambar alayhisolamning zamonasida yuz bergan bir voqealikni aytib bermoqchiman. Payg'ambar alayhisolam Abdullah ibn Huzafa radhiyallohu anhuni bir qo'shinga rahbar qilib bir joyga avatidi. Shuning bilan avatgandan keyin bu yo'llarda ba'zi bir itoatsizliklar yuz berganligi uchun bu Abdullah ibn Huzafa radhiyallohu anhuning sal ochchig'i kelib, ana shu qo'shindagi sahobalarga, do'stlariga aytdi ekanki, o'tin to'planglar deb. Shuninglar insonlar o'tinni to'plagandan keyin endi buni yaqinlar dedi ekan. O'tinni yaqib yo'g'on bir o't qilgandan keyin men
sizlarningki boshliqinglarmi emasmi deganda askarlarning hammasi, sahobalarning hammasi sen bizning boshliqimiz. Payg'ambar alayhisalom seni bizga boshliq qilib tayinladi degandan keyin undaqda men sizlarni mana shu o'tqa o'zinglarni tashlashinglarni buyurayman dedi. Buyurayman deganda ba'zilar buning buyrug'ini bajo keltirishimiz biz uchun vojib desa, yana ba'zilar yo'q, buning buyrug'iga biz itoat qilsak bo'lmaydi. Chunki bu buyrug'i bizningki islom dinimizga xilof deb boshliqiga aytdi ekanki, biz jahannam o'tidan qochib payg'ambar alayhisalomga sig'ingan, payg'ambar alayhisalomga agashgan insonlar tursak, biz qanday qilibmi o'zimizni bu o'tga tashlaymiz degan mana shu talash tortish bo'lgan asnolarda talash tortish nima qilgandan keyin shuning bilan oxir oqibatda bu o'tam talash tortish nihoyatim uzarib ketgandan keyin bu o't o'chib qolgandan keyin shuning bilan bular vaqti kelib Madina Munavvaraga qaytib borganda mana bu bo'lgan voqeani payg'ambar alayhisalomga aytgandan keyin payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, agar sizlar mana bu o'tga o'zinglarni tashlagan bo'lsanglar, qiyomat kuniga qadar u o'tdan chiqolmaytinglar dedi. Chunki boshliqqa itoat faqat ma'qul bo'lgan, shariatga uyg'un keladigan buyruqlarga itoat qilish vojibdir. Chunki bu o'tga tashlash, o'zini o'tga tashlash, o'zini halokatga etish, bu narsalarga bizning shariatimiz buyurmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, agar ashuning buyrug'iga bo'ysunib kimki o'zini ashu o'tga tashlagan bo'lsa, qiyomatga qadar u o'tdan chiqolmagan bo'ladi dedi. Ya'ni islom dini shunda dinki, Alloh va uning rasulining so'ziga muvofiq bo'ladigan har qanday ishlarda biz boshliqningki so'ziga itoat qilamiz. Boshliqningki so'ziga quloq solamiz, buyruqlarini bajo keltiramiz. Islom dinining butun dunyoga yeyilishida ham ana shu sahobalar o'ziningki boshliqlariga itoat qilgan, buyrug'iga bo'ysungan, yo'q, meningki manfaatimga to'g'ri kelmayotdi, menda bo'lgan bo'lsa bu ishda men ham foydaladim demasdan, yo'q, buni boshliqim buyurdi deb ana shu boshliqning buyrug'iga bo'ysunganlar va sahobalarning kattalari bo'lgan, masalan Xolid ibn Validni ham ba'zi urushlarda boshliqlikdan ilib tashlaganda ham u o'ziningki boshliqiga, masalan Xolid ibn Validningki ta'rifini qilib tugatkili bo'lmaydigan sahobalar hayoti davomida urushdan, g'azotdan yengilib baqmagan, o kadar jasoratlik, o kadar aqllik, taktikasın, o kadar yuqori bir inson. Vaqti kelib Ömer radhiyallohu anhu ham ana shundaq bosh qo'mondonni ishdan qo'mondonlikdan elib tashlab, boshqa sahobini boshliq qilib, uni ana shuga itoat qiladigan oddiy bir jangchi qilib qo'ydi. Mana shundaq taqdirda ham ana shu o'zining boshliqininki buyruqlariga itoat qilib, urushini davom qildirgan aziz qarindoshlar. Ammo hozirgi zamonda nima qiladigan bo'lsak, bu bo'libmi bizningki Uyg'ur xalqimizda nihoyatimi boshliqqa itoat qiladigan ishlar nihoyatimi ojiz aziz qarindoshlar. Bir boy inson boshliq bo'lsa, bu boyligiga yarasha tayinib boshliq bo'lib oldi deydi. Bir kambag'al inson boshliq bo'lib qolsa, bu kambag'al buning nimasi boshliq bo'lishga loyiq deydi. Mana shunda fitna fasodlarni chiqaramiz. Biz mana shunda boshliqqa itoat qilish masalasida dunyo bo'yicha hammaning oqida desak, so'zimiz mubolag'a bo'lmagan bo'ladi aziz qarindoshlar. Biz bir ishni vujudga chiqaradigan bo'lsak, albatta o'zimizga to'g'ri bir rahbarni tanlashimiz lozim va uningdan keyin ana shu rahbarning buyrug'iga bo'ysunib, madamiki u Alloh va rasulining ko'rsatgan ko'rsatmasi bo'yicha buyruq qilgan taqdirda uning buyrug'iga bajo keltirib nima qiladigan bo'lsak, itoat qilib mangadigan bo'lsak, oxiratligimiz obod bo'ladi va dunyodagi ishlarimiz ham g'alaba bilan
oxirlashida aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq ishlarda biz sal qaramasligimiz lozim. O'zimizga boshliq qilib tayinlagan insonga bizning ba'zi bir manfaatlarimizga ziyon keladigan ba'zi bir buyruqlarni chiqargan taqdirda ham boshliqqa osiylik qilishga qat'iy bo'lmaydi. Osiylik qilishning tek bir sharti bor, u ham bo'lsa Allah va uning rasuliga xilof bir ishga buyurgan taqdirda uningga bo'ysunmaymiz. La ta'ata fi makhluqin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Boshliqqa itoat qilinmaydi agar u yaratuvchining amriga xilof buyruq beradigan bo'lsa. Madamiki xilof buyruq bermasa, uning amrini jon dil bilan baja keltirish mu'min musulmonning vazifasidir aziz qarindoshlar. Ammo itoat qilamiz deb kuchimiz yetmaydigan narsalarga ham boshliq inson buyurmasligi lozim. Chunki payg'ambar chunki Ibn Umar radhiyallohu anhu yana mundaq degan edi. Kunna iza bay'ana Rasululloh ala sam'a wa ta'a yaqulu lana fi mastata'tum muttafaqun alayh. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, payg'ambar alayhisolamning so'zini anglash va buyrug'iga itoat qilishga buyurilganda payg'ambar alayhisalom yana mana bu so'zni qo'shib qo'yadi. Fi mastata'tum, kuchingni yetadigan yetkinga qadar so'zimni anglanglar va buyrug'imga itoat qilinglar deb. Masalan, insonning kuchi yetmaydigan ishga boshliq ham buyurmasligi lozim. Aks holda uning vazifasini bajarolmagan bo'ladi. Alloh taolo kuchi yetmaydigan hech qanday bir ishga mukallaf qilmagan insonni. Inson kuchi yetgan ishlarni bajarishga mukallafdir, kuchi yetmagan ishlardan mukallaf emasdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu ishlardan nihoyatimi biz diqqat qilmag'imiz, bu ishlarni qo'limizdan kelgancha bajarmag'imiz lozim aziz qarindoshlar. Yana Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam isma'u va ati'u dedi. Wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabibatun ravahul Bukhari. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Isma'u va ati'u, so'zini anglanglar va buyrug'iga itoat qilinglar dedi. Kimga? Va inustu'mila alaykum abdun habashiyyun, sizlarning ustinglarga bir habashi qul, bir qul boshliq bo'lgan taqdirda ham ka'anna ra'sahu zabiba, uning beshi nihoyatimi kichik, jismiga nisbatan beshi nihoyatimi kichik, uzumdek bir beshi var. Yani bu bir o'xshatish nimasi, ko'rinishi sat, yoqimsiz bo'lgan bir qaratallik, bir habashi sizlarga boshliq bo'lgan taqdirda ham sizlar uning qiyofatiga, ko'rinishiga qaramasdan uningki so'zini anglanglar. Kaskanmas, masalan, har bir nimani ham boshliq bo'lgan insonda ham boshliqlik bo'lish salohiyati, qudrati, kuch-quvvati hamma narsa shu insonda boshliq bo'lish lozim. Masalan, qobiliyat bo'lmagan bir insonni bir narsaning ustiga boshliq qilib qo'yilgan bo'lsa, u inson bu ishni oxiriga elib chiqolmasligi mumkin. Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan birida ham ish o'z ahliga topshirilmagan zamonga kelganda, vaqt soati kelganda qiyomatni kutgan dedi. Masalan, diniy ilmi yo'q inson dindan bahs etsa, yoki boshqa bir ilmi yo'q inson ana shu ilmning ahliman deb ana shundan bahs etadigan bo'lsa, mana bu chog' qiyomatning yaqinlashganlik alomatlarining biridandir aziz qarindoshlar. Boshliq deb kaskanmas odam ham boshliq bo'la olmaydi. Masalan, shunga qobiliyati bor, yetenagi bor, kuch qudrati yetadigan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlab mang'alaydigan aql farosatga ega bir insonlar boshliq bo'lgan taqdirda u insonningki nihoyatda qobiliyati yetenarlik,
Ammo tashqi ko'rinishi go'zal bo'lmagan, satroq bo'lgan bir insonlar boshliq bo'lgan taqdirda ham albatta uning so'ziga quloq solishimiz, buyurgan buyruqlarini bajonidil bajarmag'imiz mo'min musulmonlarning vazifalaridan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu boshliqlarimizning so'ziga biz itoat qilgan taqdirda Alloh va uning roziligiga erishgan bo'lamiz. Allohni rozi qilgan bo'lamiz va payg'ambar alayhisolamni rozi qilgan bo'lamiz. Payg'ambar alayhisolamning sunnatiga amal qilgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizda mana shu narsa nihoyatda kamchil. Qandaq bir inson bizga boshliq bo'ladi ekan, u madamiki Alloh va uning rasulining so'zi bo'yicha ish harakatlarini elib beradi ekan, albatta uningga biz itoat qilmag'imiz shartdir, lozimdir. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni Alloh va uning rasulining so'zini anglaydigan, Alloh va uning rasulining so'ziga itoat qiladigan, boshliqlarini yaxshi ko'radigan, boshliqlarining so'ziga itoat qiladigan haqiqiy mo'min musulmonlardan qilishini Alloh taoladan tilab qolaman. Alloh taolo barchamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Qilayotgan taat ibodatlarimizni dargohida maqbul qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.